Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Sharq Al Maktum oldidagi 5 qavatli g'ishtli uyning 3-qavatda 2 xonali uyni ko'rib o'tamiz. Ushbu uyimiz to'liq remont qilingan, ta'mirlangan, barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Eshikdan kirish qismi kattagina prixoj qo'yilgan, studiya podsvetkalar ham qo'yilgan. To'g'rimizda oshxonamiz, sanuzxonamiz hamda mehmonxonamiz. Bu yerda yotoqxona, bu yerda kattagina oyna ham mavjud. Eshiklarimizni NDF eshiklar. Uyimizni mehmonxonadan kirishni boshlaymiz. Mehmonxonamiz to'liq yumshoq mebel qo'yilgan, jurnalli stol, oyoq tagi to'liq laminatlangan, chiroyli nafis gilamlar to'shalgan. Pardalar ham ilingan. Ikkita derazamiz mavjud. Uyimiz turetskiy отопление bilan isitiladi. Artel brendidan bu yerda konditsioner ham qo'yilgan, TV zonada televizorlar ham mavjud, natijali potolok hamda qandillar ham qo'yilgan. Endilikda yotoqxonamizni ko'rib o'tamiz. Yotoqxonamiz to'liq 3D ob'yla qilingan, yotoqxona mebellari bilan jihozlangan, pardalar ham ilingan. Ko'rishingiz mumkin. Endilikda oshxonamizni ko'rishni boshlaymiz. Oshxonamiz to'liq oshxona mebellari bilan jihozlangan. Gaz plitasi, vытяжка, rakvina, bu yerda kir yuvish mashinkasi, muzlatgich, barchasi mavjud. O'tirib ovqatlanish uchun zona ham bor. Bu tomonda kotelimiz hamda sho'chiklarimiz barchasi mavjud. Endilikda sanuzxonamizni ko'rib o'tamiz. Sanuzxonamiz to'liq kafe qilingan, vanna, rakvina unitasi barchasi mavjud. Suv nasoslari ham o'rnatib qo'yilgan, aeriston ham bor. Endilikda manzilni to'liq eslatib o'taman. Manzil Buxoro shahar Sharq Al Maktum restoranining orqa tomonidagi 5 qavatli g'ishtli uyning 3-qavatda 2 xonalik uyni ko'rib o'tdik. Ushbu 2 xonalik uyimiz 65 kvadrat metr tashkil qilgan holda barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Agarda sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.